Eslatib o'taman, Robiya birinchi urinishdayoq IELTSdan 8 ballni qo'lga kiritganlar. Qanaqa narsalarni his qilyapsiz? Qanaqa bo'larkan 8 olish? Juda ham xursandman. Yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Imtihonga kirishdan oldin har doim 8 va shunaqa chiqib yurgan ekan, lekin aynan listeningda haqiqiy ekzamda 9 chiqqan. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Biz praktik qilganimizda qiyinroq testlar qilardik. Real examda osonroq tuyulgan o'shaning uchun. Cambridge levelda tusharkan, real examda ham oson tuyulgan. Readingga nimalar qilgansiz? Masalan, readingiz ham 9 Reading eng yaxshi ko'rgan section. Xatolaringizni ignore qilmang. Xatolaringiz ustida ishlang. Menda har doim 7.5 chiqadi. 8 uchun nima qilish kerakligini bilmayman. O'zi nima qilishimiz kerak mana shunaqa balandroq bo'lishi uchun? Perfect essaydan ko'ra tugatilgan essay yaxshiroqdir. Assalomu alaykum hammaga, bu Everest YouTube kanali. Agar siz har doim bizning videolarimizni ko'rib borib, bir kun kelib men ham IELTSdan mana shunday 8 olib, shunaqa chiroyli intervyular beraman deb niyat qilayotgan bo'lsangiz, maslahatim hech qachon bu orzuyingizdan voz kechmang. Sababini esa video davomida bilib olasiz. Keyin yaxshisi bugungi mehmonimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum Robiya. Assalomu alaykum. Avvalambor taklifimizga yordamasa kelganingiz uchun rahmat. Taklif uchun rahmat, juda ham xursand bo'ldim. Va sizni shunaqa yuqori ball bilan tabriklayman. Rahmat kattakon. Qanaqa narsalarni his qilyapsiz? Qanaqa bo'larkan 8 olish? Juda ham xursandman. Yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Aha. Chunki anchadan beri tayyorlanib yurdim. Eslatib o'taman, Robiya birinchi urinishdayoq IELTSdan 8 ballni qo'lga kiritganlar. Demak, bu birinchi marta IELTS topshirayotganlar uchun juda ham manfaatli video bo'ladi deb umid qilib qolamiz. Keyin Robiya intervyuni eng qaymoq joyi subtestlaringizni eshitishdan boshlasak. Listening reading 9, writing 6,5, speaking 7. Agar listening bilan readingiz zo'r qanaqadir strategiyalar aytmasangiz qarang. Bizda auditoriya juda ham shunaqa narsalarni xohlashadi. Chunki o'zingizni qanaqadir experiences bilan share qilsangiz, bo'lishsangiz juda ham hamma uchun zo'r bo'lardi. Birinchi yo'l listening. Listeningni qanaqa 9 oldingiz o'zi? Nimalar qilgansiz? O'zim ham ishonmayman 9 chiqqaniga, chunki listening ham nisbatan kamroq chiqardi readingga qaraganda. Necha chiqardi masalan? 7,5-8 orasida chiqardi. Lekin o'zim yaxshi ko'rardim. Listening reading eng yaxshi ko'rganim qilishi. Ortiqcha ko'p narsa qilmaganman. O'sha hamma aytganidek dictation qilardik, practice-ni analiz qilardik. Ustozimiz keyword table degan narsa o'rgatganlar. Audiodagi so'z va questiondagi so'zni sinonimlarini topib chiqardik. O'sha katta yordam bergan. Ya'ni listeningda hamma qiladigan bir xil narsani qildingiz va 9 natijaga erishdingiz. Endi meni qiynayotgan savol. Sizda masalan imtihonga kirishdan oldin har doim 8 va shunaqa chiqib yurgan ekan, lekin aynan listeningda haqiqiy ekzamda 9 chiqqan. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Biz praktik qilganimizda qiyinroq testlar qilardik. Real examda osonroq tuyulgan o'shaning uchun. Qiyin testlarni ishlaganimdan keyin Cambridge levelda tusharkan, real examda ham oson tuyulgan. Demak, xuddi Cambridge ishlayotganimizdaqa haqiqiy ekzamda ham shunaqa bo'ladi. Siz endi qiyin testlar yechdim dedingiz. Masalan, qanaqa mana shunaqa kitoblarda yoki onlayn saytlarda nimalarni tavsiya qila olasiz? Masalan, qiyin listeningga mos bo'la oladigan. Saytlarni bilmayman, lekin ustozimiz imtihon yaqin qolganlar uchun evening sessionlar tashkillashtirdilar. O'shanda o'zlari IELTS prediction bo'yicha tushgan listeninglarni berardilar, ancha-muncha qiyinroq. Demak, hech qanaqa sayt bilmaysiz, lekin aynan ustozingizni tashkil qilgan har xil morning yoki night sessionlarga qatnashish orqali listeningizni ancha yaxshilab olgansiz. Aynan mana shu practicedan tashqari yana boshqa narsa ham qilganmisiz? Masalan, analizdan tashqari. Ko'pchilik endi kinolar ko'rishadi yoki bo'lmasa, albatta kinolarni yaxshi ko'raman ko'rishni. Ya'ni ingliz tiliga boshlaganimdan keyin hamma narsani ingliz tiliga o'tkazdim. Telefonimda nima ko'rsam ingliz tilida, podkastlar, kinolar, muzikalar, hammasi. Aytdingiz, ingliz tilini o'rganish boshlaganimda yo'q, hamma narsa o'sha environment inglizcha bo'lib ketgan dedingiz. Shunda boshida qanaqadir qiyinchiliklar bo'lmadimi va bu ham bo'lsa uni qanaqa yengib o'tdingiz? Qiyinchilik vocabda bo'lardi. Bu oson. Lug'atdan o'sha tarjimasini ko'ramiz, dictionarydan bo'ldi. Qiyinchilik yo'q lekin. O'shandan ko'ra practice qilib ketavergansiz. Podkastlarchi, masalan, BBC Talk yoki TED Talklar. BBC boshida juda qiynalardim, tushunmasdim. Keyin dictation qilib o'rgandim. Har bitta dictation juda ham ko'p yordam berdi, chunki spellingda ko'p xato qilardim. Yozganimda spellinglarini, oddiy so'zlarni ham spellingda xato qilardim, lekin dictationdan keyin hammasi to'g'rilanib ketdi. Readingga nimalar qilgansiz? Masalan, readingiz ham 9 chiqqan. Reading eng yaxshi ko'rgan section. Reading o'zim juda ham yaxshi ko'rib qilardim. Har bitta passage shunchaki qilmasdim, undagi ma'lumotlarni olardim. Chunki juda ham foydali ma'lumotlar beriladi har bitta passageda. O'zim perfectionistman. O'sha reading passageda bitta ham yangi lug'atni qoldirmasdim. Tarjimasini ko'rib chiqardim. Boshida juda ham ko'p chiqardi, keyin kamaydi. Shuni yaxshi ko'rardim, oxirgacha hamma so'zni tarjimasini bilib chiqishni yaxshi ko'rardim.
Siz hozir aytdingiz, men perfeksionistman dedingiz, to'g'rimi? Lekin hamma ham sizdaqa emas. Ya'ni aynan biz o'zimiz o'qib yurgan paytimizda ham masalan aytishardi, masalan oddiygina passageda 3000 ta so'z bo'ladigan bo'lsa yoki o'zi nechta bo'ladi taxminan bilmadim, yoki 2000 ta bo'ladigan bo'lsa, uni masalan 100 ta yoki 200 ta sizlarga noma'lum bo'ladi, lekin ularni sizlar aynan bilishingiz shart emas deyshadi-ku. Nimaga aynan bunaqa sizga bilish yoki mana shu narsani bilishga bo'lgan qiziqish uyg'ongan? Chunki juda ham qiziqardim passajdagi ma'lumotlarga. Overall tushunishni yaxshi ko'rardim. O'shaning uchun hamma so'zlarni bilishni xohlardim. Demak, har doim detallarga qarab, ahamiyat qaratib qilgansiz. Yana nimalar qilgansiz reading uchun? Badiiy kitobda o'qishni yaxshi ko'rardim, lekin maslahat berishmagan. Shuning uchun levelga moslashtirilgan kichkina kitoblarni o'qiganman. Artikl o'qiganman keyin. Masalan, qaysi so'rslardan o'qigansiz? Artikllarni ham aytib o'tsangiz foydaliroq bo'lardi-da. Artiklni topish qiyin emas. Levelga moslashtirilgan o'qish uchun small reading deylik. Ularni news and letters bor. Levelga moslab topsa bo'ladi. Reading vocabulary degan kitob bo'lardi. O'sha reading kichkina passage tagida o'zini mashqlari bo'ladi. So'zlarni sinonim so'zlari bilan berilgan. O'zbekcha tarjimasi bilan emas. O'shalar katta yordam bergan. Robiya ko'pchilik aytishadi, listening ham reading ham yaxshilash uchun eng muhim narsa bu analiz qilish deyshadi. Masalan, 1000 ta listening qil, lekin analiz qilmasang bekor deb aytishadi. Chunki bittasini qilib, uni yaxshilab analiz qilish ko'proq foydali ekan. Shunga siz qanaqa qaraysiz va siz ham shu usuldan foydalanganmisiz? Juda ko'p marta, to'g'ri. Ustozimiz analiz qilmasanglar material waste bo'ladi derdilar. O'zi to'g'risini aytsam, passajlarni bir martadan ko'p ishlaganman. 2-3 martadan даже javoblarni yodlab olganman. O'sha katta yordam bergan, keyin tushunishimga yordam bergan. O'shandan keyin improvement ko'rganman o'zimda. Shunda imtihonga kirishdan oldin ham readingiz har doim shunaqa 9, shunaqa baland yurarmidi yoki undan pastroq ham bo'lib turgan paytlar bo'lganmi? Past chiqardi, har xil chiqardi, o'ynaydi rostdan ham. Passajlar qiyin bo'lganda, Cambridgedan tashqari boshqa passajlarni ishlaganimda pastroq chiqardi, lekin Cambridgeda har doim baland chiqqan readingim. Hozir mana bitta savolimni so'ramay ketibman. Ko'pchiligimiz 5,5-6 da yoki bo'lmasam hattoki 18-19, ya'ni 5 ballda yoki bo'lmasam shunaqa odamlar bor, shunaqa odamlar kategoriyasi bor, 7 da to'xtab qolishadi, 7,5 to'xtab qolishadi va 8+ qilish uchun yoki 7+ yoki 6+ qilish uchun nima qilish kerakligini bilishmaydi. Aynan o'zim shularni orasidaman, ya'ni menda har doim 7,5 chiqadi, 8 uchun nima qilish kerakligini bilmayman. O'zi nima qilishimiz kerak mana shunaqa balandroq bo'lishi uchun? Vocab katta rol o'ynaydi, lekin uni o'zi yetmaydi, to'g'ri. Faqat vocab emas, bitta to'liq gapni tushunishni o'rganish kerak-da. Hamma har xil tushunishi mumkin. O'sha passajdagi bitta qator gapni hamma har xil tarjima qiladi yoki hamma har xil tushunadi. O'sha reading savollariga kelganda, ayniqsa true false not given'da hammada har xil chiqadi. O'shaning uchun overall understanding, umumiy tushunchani chiqarib olishni mashq qilish kerak. O'sha passage o'qiganda uni javobini topishga emas, uni tushunishga harakat qilish kerak ko'proq deb o'ylayman. Demak, birinchi bo'lib passageni o'qib chiqib olib, agar yoshroq, hali beginnerroq, masalan, boshlanishroq levelda bo'ladigan bo'lsa, o'qib chiqib, uni tushunishga harakat qilib, keyin savolga o'tish kerak. Shundan ancha oson. Endi aynan mana writing. Qiziq, nimaga 6,5? Juda pastmi? Unaqacha juda past emas. Emas aslida. Lekin meni qiziqtiryapti, nega 6,5 chiqib qoldi? Chunki 8 overall 8 egalarni writingga juda ko'pchilikniki 7,5 bo'ladi, ba'zilarniki 8 bo'ladi. Writingda eng katta muammoim time management. Juda sekin yozaman. Qancha yozgan bo'lsam ham, agar yoqmasa o'chirib tashlab boshqatdan yozib yuboraman. Ko'p edit qilaveraman va shu vaqtimni olib qo'yadi. Perfect bo'lishga harakat qilaman. So'zim ham ko'p aytardilar. Perfect essaydan ko'ra tugatilgan essay yaxshiroq deb, chunki taskni tugatib, task 1ga endi o'tganimda yoki task 1ni endi tugataman deganimda vaqt tugab qolardi. Moqlarda ham hech qachon essay tugatmaganman, to'g'risi. Imtihonni ham tugata olmadim. Task 1da oxiri qolib ketdi. Time management bo'yicha ko'proq ishlashim kerak. O'zi lekin writingim nisbatan speakingim nisbatan balandroq chiqadi deb kutgandim, chunki speakingim juda yomon edi. Writingim esa yaxshiroq edi. Writingim pastroq chiqib, speakingim balandroq chiqdi. Aksincha bo'ldi. Qanaqa qilib 8 bo'lgan qizni speakingi yomon bo'lishi mumkin? Unaqa emas, mana speakingiz o'zi gapirib turibdi, 7 deb turibdi. Speaking qilishni yaxshi ko'rmayman. Unaqa ko'p gapira olmayman. Ham ko'p pauza bilan gapiraman. Lekin imtihonda bilgan savollarim tushgani uchun tezroq gapirdim.
tezroq Shunaqa hisobiga 7 chiqdi. Hozir bitta narsani aytib ketmoqchi edim. Masalan, 7 olib maslahat bergandan ko'ra 6,5 olib, o'zini qilgan xatosidan kelib chiqib xulosa qilganniki, menimcha ko'proq foydali bo'lsa kerak. Yana masalan, 6,5 darajadagi yoki aynan shu 6,5 darajaga chiqmoqchi bo'lganki, 6,5 dan 7 ga chiqmoqchi bo'lganlar uchun nimalar maslahat bergan bo'lardingiz time managementdan tashqari? Time managementdan tashqari topic vocabulary ko'proq research qilish kerak. IELTS topiklar bo'yicha ko'p tushadigan mavzular bo'ladi-yu. O'shalar haqida artikel yokida small ma'lumotlarni o'qib qo'ysa ham katta yordam beradi, chunki imtihonda o'ylashga vaqtingiz bo'lmaydi. Idea shunday kelishi kerak, yozib tugatishingiz kerak, vaqt juda ham kam, o'ylab o'tirishga vaqti yo'q. Shuning uchun idealarni ko'proq topib qo'yish kerak oldindan. Hozir aytdingiz, men har doim writing yozayotganimda o'chirib tashlayman, yoqmasa yoki bunaqa dedingiz va intervyudan oldin siz aytib o'tdingiz, so'raganimda men CDni topshirdim dedingiz. Balkim shuni ham qanaqadir effekti bo'lgandir. Nima deb o'ylaysiz? O'sha har xil edit qilib o'chirib tashlaganim uchun ham CD topshirishga qaror qilganman o'zi. Chunki paperda yozsangiz qiyin, uni o'chirish, yana qayta yozish, CDda osonroq. Ustozim CD IELTS topshirishingiz ham mumkin deb advantajlarini aytganlaridan keyin shunga qaror qilganman, CDga registratsiya qilganman va yaxshi bo'lgan. Nisbatan balki paperda 6,5 ham chiqmasdi writingim. Paper demay 6,5 ham chiqmasdi. Aynan CDni tanlaganingizga writingdan tashqari yana nimadir turtki bo'lganmi? Answer sheetga ko'chirib o'tirish shart emas. Servis qulayroq bo'ladi deyishgan. Ham paperda odam ko'p bo'ladi, topshiradigan odam ko'p bo'ladi. Juda katta auditoriya o'tiradi ham. Lekin CDda kamroq, kichkinagina xona, komfortgina joy tor. Va eng muhimi javobi 1 kundan 5 kun oralig'ida chiqadi. Uchun 13 kunlab kutish ham kerak emas, to'g'rimi? Siznikida javobi necha kunda chiqqan? 2-kunda chiqdi. 2 kun. Uncha ko'p kuttirmabdi-da siz, to'g'rimi? Yaxshi xabar, zo'r. Endi mana speakingdan 7 oldim dedingiz va biroz bu haqida to'xtalib o'tdingiz. Keling endi shu haqida sal ko'proq to'xtalib o'tsangiz, 7 uchun nimalar qilish kerak? Speaking ko'p praktik qilmasdim. Speaking yomon ko'rardim o'zim. O'shaning uchun ham 7 chiqqan. Yo'q, 7 chiqqan. Speaking praktik qilmaganingiz uchun 7 chiqqan. Zo'r. To'g'ri aytdim. Speakingni qilishni yomon ko'rardim, o'zim xohlamasdim. Lekin majburan o'sha homeworkda berilardi har doim. Speaking qilsam ham perfect chiqishiga harakat qilardim. Perfect bo'lmagani uchun yoqmasdi. Speaking perfect qila olmayapman deb qilgim kelmasdi. O'sha qilgim kelmay qilardim, lekin ustozi o'zi sample speaking qilib berishlari katta yordam bergan. O'zlari har bitta mavzuga biz o'zimiz speaking qilishimizdan oldin o'zlari sample answer berardilar. Nimalarni qo'shishimiz kerak, qanaqa idealar berishimiz kerak, hammasini bittalab tushuntirganlaridan keyin speakingda yaxshiroq bo'lganman. Speaking keyin yoqishni boshlagan. Hozir shu joyda aytib o'tdingiz, ustozingizni ta'kidlab o'tdingiz. Demak, ularni speakingingizni oshida hissalari juda ham katta. Keyin ozgina ustozingiz haqida ham to'xtalib o'tsak va ularni 8 olishingizda hissalari qanaqa bo'lgan? O'zi Everestga birinchi kelganimda boshqa o'qituvchiga kelganman. Unda darajamdan kattaroq darajaga tushib qolganman. O'zim IELTS haqida hech qanaqa tushuncham bo'lmagan, lekin pre-IELTSni boshlab bo'lgan guruhga kelganman va u yerda o'zimni boshqacha his qilganman, yoqmagan, nimaga hech nimani tushunmayapman, rosa qiynalganman. Keyin tashlab yuborganman o'qishni. Ancha payt o'tgandan keyin yana boshlaganman. Ramazon Safarovga o'zlari yozib berishgan. Bu safar test topshirmayman deganman. Elementarydan boshlayman deganman o'zim borib. Gruppalarga kirganimda tushuntirishlari juda ham yoqqan, chunki detalniy grammatika bitta mavzuni kengroq tushuntirganlar. Grammatikani o'zi oldin o'rganib borgan bo'lsam ham, general English bo'yicha yaxshi bo'lgan bo'lsa ham, testlarda yaxshi topsam ham, ularni tushuntirgan, bergan bilimlarim yangi bo'lgan men uchun. Va tushunishga ancha oson edi ularning darslari nisbatan. IELTSni har bitta sectionini alohida detalniy tushuntirib berganlar. Keyin IELTS nimaligini tushunganman. Ungacha umuman mavhum narsadek ko'ringan, IELTS qiyin, juda ham eplab bo'lmaydigan narsa deb o'ylaganman, lekin ularni tushuntirganlaridan keyin hammasi oson tuyulgan. Sample berishlari hammasi oson. Demak, siz elementarydan to graduationgacha faqat ularda o'qigansiz, to'g'rimi? Shunda qancha vaqt ketdi, sir bo'lmasa 0 dan? Maktabda 9-sinfdan adashmasam boshlaganman. Lekin orada ko'p pauzalar bo'lgan. Elementarydan boshlab hisoblasak 2 yilcha bo'lib qoldi. Unda ham orada pauzalar bor. Universitetga kirish uchun to'xtatganman. Demak, ularda o'qigansiz, keyin universitetga kirish uchun ozgina pauza olib, keyin yana davom ettirgansiz. Orada multi level sertifikatiga ham topshirganman. Ularda ham multi levelda ham ustozingizning yordami bilan, to'g'rimi? Sirimiz necha chiqqan unisi? C1. C1 chiqqanmi? Zo'r. Necha ball olgansiz? U ball 66. 66. Zo'r.
o'zi oldinda siz 7+ oshli sandiq bo'lgan ekanda sifrni, to есть multi level sertifikatda o'zidanoq. Demak, bunda ham siz ustozingiz Ramazon aka Safarovning hissalari juda katta. Bir xil ikki qiyon bo'lgan ekansiz, ham sifrdan sevman, ham IELTS dan sevman. Zo'r, juda ham zo'r. O'ylaganman, IELTS topshirsam hozir 7 chiqib qoladi, topshirmayman yoki undan past chiqishi mumkin. Universitetga kirishim kerak lekin. O'shaning uchun sifr topshirib olganman. Zo'r bo'lgan ekan. Men juda ko'p ko'rganman, masalan, IELTS 7.5 bo'lsa ham sifri bitta uchib qolganlarni juda ko'p ko'rganman va o'zim ham ularning qatoridanman desam yanglish bo'lmaydi. Sir saqlamayman. Aynan o'zimda ham IELTS 7, lekin IELTS 7dan keyin 3 oydan keyin sifr topshirganman. 63 chiqqan. Ya'ni 2 ball yetmagan. Hozir ta'kidlab o'tdingiz, boshidanoq siz Everestni tanlagan ekansiz. Keyin orada pauzalar bo'lsa ham baribir ham har doim Everest tanlab, Everest o'qib kelgan ekansiz. Buni sababi nimada? Birinchi kelganimdagi atmosfera yoqqan, lekin o'zimga darajam past bo'lgani uchun o'zimda aybligini his qilganman. Keyin yana Everestga borganman. Everest yaxshi tarafi hamma ham bo'lib desam bo'ladi, chunki Everestni birinchi o'qituvchim, ingliz tilini birinchi o'rgangan o'qituvchim tavsiya qilganlar, o'zlari ham kelganlar. Ularni tanishlaridan eshitganmilar. Demak, sizni birinchi ustozingiz. Demak, sizni o'qituvchingiz bizda o'qiganlar, Everestda bo'lganlar va sizga Everestni ular tavsiya qilganlar. Zo'r, demak, qasr ma'noda sizni ustozingiz ham bu narsaga sababchi bo'lib qolgan ekanlar. Endi keling, sizni oilangizning reaksiyasiga o'tsak. Meni juda ham eng yaxshi ko'radigan qismim aynan shu joy. Oilangiz qanaqa darajada xursand bo'lishdi? O'zingiz qanaqa darajada xursand bo'ldingiz va ustozingiz sizdan 8 kutganmidilar? Ustozim boshqa o'quvchilarga 7.5 kutgandim deb aytibdilar, lekin o'zimga 8 olgan birinchi o'quvchim bo'lasiz deganlar va bu katta motivatsiya bo'lgan, ham ozgina pressure. Chunki 8 olish endi muhim emas. 8 olib ustozni ishonchini oqlash undan ham muhimroq bo'lib qolgan. Ustozim har doim speaking olganlarida juda ham demotivatsiya bo'lib ketardim, chunki gapira olmasdim. Qiynalardim, pauza qilardim, savolga umuman javob bermasdan jim bo'lib qolardim. Keyin ustoz aytganlar, listening readingiz 9 bo'lib tursa ham, speaking bilan writingingiz juda past chiqsa bo'lmaydi, baribir tushib ketadi overall ballingiz deb aytgandilar. Speakingda juda ham qiyin jarayonlar bo'lgan, juda ham qiynalganman, lekin oxiri baribir epladim. Xudoga shukr. Hard working will pay off deydi-yu, xuddi shu narsani aytdingiz. Hozir ustoz haqida gapiryapsiz, shunaqa emotsiya bilan gapiryapsiz. Hatto ko'zlariga yosh kelib ketdi. O'zim boshqacha bo'lib ketdim. Juda ham zo'r. Aynan sizga Everest mana shunaqa narsani bera olganidan biz juda ham xursandmiz va sizda o'quvchilarimiz, конечно, borligidan biz har doim faxrlanib yuramiz. Ota-onangiz qanaqa xursand bo'lishdi? Juda xursand bo'lishdi. Ayniqsa ayam. Ular 9 olasan deb yurardilar. Inshaalloh. Eng katta balla qaysi deb so'raganlarida 9 desam, bo'ldimda 9 olasan. Ular har doim shunaqa supportive, juda ham katta yordam berishadi. Financially ham, emotionally. Hamma nima xohlasam o'shani qila olasan deb aytishadi. Uyga yig'lab borardim, bir xil paytlar tushuntirardim. Vaqt yetmasdi chunki darslar ko'p. Ulgurmasdim, uy ishlarini qilish kerak. Vaqt yetmasdi, keyin tushuntirardim, shunaqa 8 olishim kerak yoki-da IELTSdan balandroq ball olishim kerak deb tushuntirganimda tushunishgan har doim sharoit yaratib berishgan. Juda ham xursandman bundan. Juda ham zo'r. Demak, siz nafaqat ustozingizni, balki ota-onangizni ham sizga bo'lgan ishonchlarini oqlabsiz. Endi intervyuning boshidan beri meni qiynayotgan savol. O'zi mana sifringiz ham bor ekan, universitetga kirib bo'lgansiz. IELTS nimaga topshirdingiz? Ishga kirish uchun. O'zi umuman olganda ingliz tili yagona qiziqishim. Bundan boshqa narsaga qiziqmayman. O'shaning uchun ingliz tilidan ketmoqchimanmi? Demak, ingliz tilidan sertifikat olishim kerakmi? Olishim kerak. Bundan keyin ham ingliz tili bo'yicha ishlashim kerak bo'lsa, sertifikatim bo'lishi kerak. Shuning uchun topshirganman. Robiya, siz hozir aytib o'tdingiz, siz o'sha karyerangizni ingliz tili bilan qurmoqchi ekansiz. 8.5-9 ga ham harakat bormi? Ha, albatta bor. Writingim bilan speakingimga ishlasam, keyin yana qaytib topshirganimda 8.5-9. Ha, inshaalloh bo'ldi. Umid qilyapman. 8.5-9 olganingizda siz bilan yana qaytadan intervyular olishib tasdiq qilsin deb qolamiz. Endi bizda boshida shunaqa boshladik, bilsangiz, videolarimizni har doim ko'rib borib, yaxshi niyat qilayotgan bo'lsangiz, hech qachon bu orzuyingizdan to'xtamayman deb aytdim. Va siz o'zingiz kelganingizda aytdingiz, har doim videolarni ko'rib borardim. Aynan shu protsess haqida ham ozgina aytib bera olasizmi? Birinchi kelganimda aytganimdek, darajasi kattaroq gruppaga tushib qolganman. U gruppada Farangiz degan qiz bo'lardi, u 8 olgan, unda to'xtatgandim va birga yurganmiz, o'sha bitta xonada dars eshitganmiz, dars qilganmiz. O'sha qiz 8 olgan, intervyu bergan, o'shandan keyin
qanaqadir motivatsiya bo'lgan. O'zim ko'rgan qiz 8 olib intervyu berishini ko'rganimdan keyin o'zimga ham shunaqa maqsad qo'yganman. O'zingiz aytib o'tdingiz, har doim bizning intervyularni ko'rgan ekansiz. Bilsangiz, bizning intervyumiz oxirida bizning shunaqa bitta an'anamiz bor. Hamma 8 olmoqchi bo'lgan insonga bitta zo'r maslahat berishingiz kerak. Agar siz ham 8 olmoqchi bo'lsangiz, ustozingizga har bitta bergan vazifalarni chin yurakdan qiling va shuni o'zi sizga yetarli bo'ladi, skilllaringizni oshirib olish uchun. Undan tashqari, xatolaringizni ignor qilmang, xatolaringiz ustida ishlang va to'xtamasangiz, siz kutgan natijaga erishishingiz mumkin. Rahmat Robiya, ayniqsa Listening Reading uchun bergan maslahatlaringiz juda ham foydali bo'ldi. Bu nafaqat auditoriya uchun, shaxsan o'zim uchun ham kerakli bo'lgan har xil strategiyalar o'rganib oldim va ajratib kelgan vaqtingiz uchun ham rahmat. Rahmat kattakon taklif uchun. Agar ushbu intervyu siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa va har xil o'zingizga manfaatli bo'ladigan narsalar o'rgangan bo'lsangiz, demak biz o'z maqsadimizga erishibmiz. Videoga like bosing va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Hayotgancha harakat qilishdan hech qachon to'xtamang, chunki keyingi mehmonimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin.